1989-yil, Shveysariya. CERN dunyoning eng katta fizika laboratoriyasi. Bu yerda minglab olimlar ishlaydi. Fransiyadan, Germaniyadan, Angliyadan, AQShdan. Hammasi turli mamlakatda, turli kompyuterlarda va ularda katta muammo bor. Biri yangi tadqiqot yozadi, lekin ikkinchisini uni o'qiy olmaydi. Chunki har kimning kompyuteri boshqacha, har kimning fayl formati boshqacha. Tasavvur qiling, siz do'stingizga xat yozasiz, lekin u o'qiy olmaydi. Aynan shu muammo bor edi. CERNda Tim Berners-Lee ishlardi. U ingliz muhandis va u bu muammoni ko'rdi. U o'zining rahbariga taklif yozdi. Taklifning nomi Information Management Proposal, ya'ni ma'lumotlarni boshqarish taklif. Rahbar unga nima deb yozdi bilasizmi? Faqat ikkita so'z: vague but exciting, ya'ni noaniq lekin qiziqarli. O'sha noaniq lekin qiziqarli taklif keyinchalik butun internetning asosiga aylandi. Tim Berners-Leening g'oyasi oddiy edi. Hamma matnni bir xil formatda yozadi. O'sha format har qanday kompyuterda o'qiladi va matnlar bir-biriga bog'langan bo'ladi havola orqali. Havolani bosasiz, boshqa sahifaga o'tasiz. O'sha sahifada yana havola bor, yana borasiz. Xuddi o'rgimchak to'ri kabi. Hammasi bog'liq. Shuning uchun u buni World Wide Web deb atadi, ya'ni butunjahon o'rgimchak to'ri. World Wide Web mana shu yerdan kelgan. O'sha tizim ishlashi uchun unga til kerak edi. Shunday til kerak ediki, birinchidan har qanday kompyuter tushunsin, ikkinchidan odam ham o'qiy olsin, uchinchidan matn ichida bu sarlavha, bu havola, bu rasm deb belgilash mumkin bo'lsin. Va u 1991-yilda HTML ni yaratdi. Hypertext Markup Language. Hypertext bu havolalar orqali bog'langan matn. Markup belgilash, matnni belgilash. Language til, ya'ni havolali matnni belgilash tili. Birinchi HTMLda atigi 18 ta tag bor edi. Hozir 100 dan ortiq, lekin asosiy g'oya o'zgarmadi. Matnni belgilab, brauzerga tushuntirish. 1991-yilda dunyodagi birinchi veb-sayt ishga tushdi. Manzili infocern.ch. Hozir ham ishlaydi, ko'rishingiz mumkin. O'sha paytda dunyoda bitta sayt bor edi. 1994-yilda 3000 ta, 2000-yilda 17 million, bugun 1 milliarddan ortiq va ularning barchasining asosida HTML. O'sha 1991-yilda Tim Berners-Lee yozgan til. Siz hozir o'sha tilni o'rganmoqchisiz. Eslab qoling, HTML muammo hal qilish uchun yaratilgan. Olimlar o'rtasidagi muloqot muammosi. Dasturlash bu doim muammo hal qilish. Siz ham HTML ni o'rganib, muammolarni hal qilishni o'rganasiz.